3. bölüm. Raqib inqilobning oldida yo'tkilib kelib, bu noyada Noilik partkom tashviqot bo'limining boshlig'i bo'lgan. U hech bo'lmaganda noyaning hokimi yoki muavin shujisi bo'larman deb o'ylagan. Uning hozirgi o'rni to'liq tuvalli qiladi. U kelib uzun o'tmayla noyaning birinchi shujisi bilan yaqinlashdi. Har kuni bo'sh vaqt bo'lsa, bosh shujining yanida bo'ldi. Shujimu xansuchi biladigan tili yumshoq, kurash ruhi ustun bu yangi bo'jangni chin ko'nglidan yoqtirib qoldi. Doim zanjir uzarlik qildigan, uning ustiga til bilmaydigan muavin shuji Hoshir bo'lsa, bosh shujining didiga yoqmadi. U bosh shuji bilan bir necha qitim muhim masalalarda gap talashib qolgan edi. Bo'libmi, tövanga doim qatrab yurib, Noilik partkom hal qilib bo'lmagan ba'zi kona majaralar bilan to'tni aniqlashda zarba bergan yegan kadrlarning masalalarini qarab chiqishni o'tirg'a qo'yib, bosh shujining o'g'zini qaynatdi. Bosh shuji uningga gumon bilan qaraydigan bo'lib, yurgan chaqlarda munu raqib kelib qoldi-da, o'ziga Hoshirdan kelgan tahdidda yaxshi mudofiachi bo'lib berdi. Inqilob boshlanganda bosh shuji Urumchiga berib olib, Hoshir bilan raqibni oldiga chiqarib qo'ydi. Noida bo'lingan tartib chiqarish, sazoy qilish, qalpoq kiydirish, pipan qilishlar ularning qo'li bilan ilib berildi. Aksiyachi Lushian pipan qilinganda bosh shuji ondan Noiga qaytib keldi. Hamma javobgarlikni Hoshirga ittirib, o'zini oqsoqlab qoldi. Hoshir maktab idoralarida o'zini tekshirdi. Cho'ng yig'inlarda pipan qilindi, eg'ir emgak silindi. Raqib bosh shujining g'amxo'rligi bilan o'tkaldan osonla o'tib oldi-da, bosh shuji bilan birga harbiylarning himoyasiga erishdi. Noida vaqtliq ishlab chiqarishni boshqaradigan organ qurilganda, bosh shuji bilan raqib bu ishga mas'ul bo'lishdi. Keyin cho'ng birlashib huquq tartib olish yo'liga qo'yilganda, ular inqilobiy kadr sifatida yangi rahbarlik o'rniga kirdi. Yaqindan beri ishlab chiqarishni tutadigan odam qolmaganlik uchun bu chatqi jiq ishga Hoshirni mas'ul qilishni bosh shuji qurolliq bo'limga taklif qilib qo'ydi. Raqibni bo'lsa yangidan qurilgan madaniyat inqilobiy rahbarlik guruhiga muavin boshliq qilib bekitdi. U amaliyotda butun nohiyaning eng chong ommaviy tashkilotlarining ustida edi. Uning qo'lida iqtisod, qurolli xalq askarlari, tashviqot apparatlari bor edi. U güzellayni yo'g'on sapalar qo'yilgan, gilamlar selingan kangri bo'limga boshlab kirdi. Güzellay qisqa tor yo'kkisi bilan tizlarini yepib sapada qo'rinib o'tirdi. Raqib uning yenidagi sapada lalib o'tirib, yosh ayolga oshko'zlik bilan sinchilab qaradi. Hatto uning qiyshiq ko'zlari yo'qidan bilinar-bilinmas chiqib turgan ish ko'nglikning kuchuk tishlarini mu ola qo'ymadi. U bir tortdi-da, Güzellayning ko'ziga tikilib qarab, burunqidakla turibsiz, bilmadim, o'zingizni qandoq kutasiz kintam, dedi. Raqibning hayotsiz ko'zlari qilchim hurmat purqi bo'lmagan takabburona so'zlari Güzellayga xor keldi. U avval qizadi, keyin tatardi, lekin hojatman yeling'ichi bo'lgani uchun tuvan levini ishlab yerga qaradi. Güzellaydagi o'zgarishlarni sinchi ko'zlari bilan kuzatib o'tirgan raqib ma'ni qilib bir tortdi-da. Qani gap qiling, har qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, iltimos qilavering, dedi. Men Lanjodan qaytib kelsam, dedi Güzellay to'pliyining uchiga qarab turib, titrangu, zaif ovoz bilan, ota-onam menga qaramay chet elga ketib qopdim. Menga xat qoldirgan ekan. Xatga bankaga ozroq pul qoldirdik. Qo'ri joy setilmadi. Bularni mu idoraga borsam, bilsam, Layjorin hammani o'rlashtirdi deb yozibdim. Basam 3000 so'm pulning chekini berdi. Qo'ru joyni yasli oyliklar uyi qilib olgan ekan, setib bergan degili turdi. Qaramav mutahamlikni raqib diqqat qilgan bo'lib, ayolga texim yaqinlashdi. Men sotmayman, dedim. Dedi Güzellay hozirlar yig'ilib etgandek mayuslanib. Bir ig'iz uyni bo'lsa-mu bo'shitib beringlar, qolgan uylarning ijorasini beringlar, dedim. Ular muzokara qilayli deb kayniga surdi. Men oydindan vaqtliq bir ig'iz uy tepib, balam bilan o'rlashib ish izlashga kirishib ketdim. Hech yerdan tuzuk ish topolmadim. Oxir amalsiz uyni sotmoqchi bo'lib idoraga borsam, yana bir muavin jo'rin uyinglar o'zgartirildi, dedi. Mening bormagan yerim qolmadi. Angacha inqilob bo'lib ketdi. Uyimizni bekor qilib ilib oldi. Hozir bizning uyni heliqlar 55 ming yuanga boshqa idoraga setibdim. Bu davoni anglaydigan odam yo'q.
Аңсам sizni kepti dedi. Yardım kılarmıkin dep yenazga çıkışım. Güzel ayının süzük mağziga 2 tal yaş tamçıladı. Raqib o'rnidan turib u yoqdan bu yoqqa mangdi. Oxir ayolning oldida to'xtab, hayajon va g'azab bilan so'zladi. Bu bir bulangchilik. O'zgartirilgan bo'lsa, nemishqa sotadi? Uning ustiga idoralarning o'zgartirib olish huquqi yo'q-ku. 1 yil burun kelgan bo'lsangiz, buni hal qilish nihoyat oson edi. Hali ham bo'lsa-mu men bu ishga mangay. Pul lozim bo'lsa, men beray. Uyni sotganda qaytarib bering. Men atiyarlikka sizga 500 yuan beray. Bugun kech kirib qoldi. Bankadan alg'il bo'lmas. Bolam ko'chada qoldi. Piyoda bo'lsa-mu kirib ketmasam bo'lmaydi. Güzelay o'rnidan turdi-da, raqib uning qo'llarini tutdi. Yo'q, undaq bo'lsa 1 soat kuting. Men pulning o'rnini qilay. Sizni mashina bilan akirib qo'ysin. Güzelay yana o'ltirdi. Raqib chiqib ketdi. Yerga gugum tushdi. Güzelay birdam soatiga, birdam taloga qarab jiddiylashgili turdi. Ishik kechildi. Uyga biri kirib keldi. Güzelay cho'chib kayniga dajidi. Kirgichi 2 non, 1 piyola va choydonda choy ilib kirgan ekan. U akirganlarni ustalga qo'yib, qo'li bilan yeyishga sharat qildi. Demak, u gacha edi. Gacha chiqib ketgandan keyin Güzelay aldirashliqda choy ichdi. Uning ko'z oldiga yo'lga tarminib ishik oldida supida o'ltirgan o'g'li Ali keldi. Taloga qorong'u tushgan. Ona bolasini o'ylab, yavatgan nenni ustalga tashlab qo'yib, taloga mangdi. U zalga chiqibla raqib bilan do'qirishdi. Nega? Piyoda bo'lsa-mu ketmasam bo'lmaydim. Hozirla mashina keldi, dedi raqib nimaga o'tirmang deb. Oldirib, sirtqa chiqib ketgan ekan, men shofirga odam ematdim. Ular yana 1 soat o'ltirishdi. Mashina kelmadi. Raqib divanga bir harbiy juvoni tashladi-da, siz xotirjam dam elib turing. Mashinaga o'zim berib kelay deb chiqib ketdi. Güzelay juvoni beshiga qo'yib qing'aydi-da, bolasini o'ylab yetib uxlab qoldi. U tushida o'g'lini ko'rdi. O'g'li A'laning bo'ynidan quchoqlab, dada desa dada deb chaplashyapti-dak. Güzelay uni tortib ajrata olmay, ralli bo'lib yig'lug'idek. U cho'chib uyg'onib ketdi. Uy qorong'u, ustidagi juvi yo'q. U o'rnidan turdi. Bolam Ali ko'chada qilibdi, dedi u yig'lamsirab. "Apu qiling, u gacha siz uxlab qolganda, uning oldida notanish biri kekashlab turadi. Gachiga nima bo'ldi? Sezmadingizmi? Uning yonida qurolli odamlar paydo bo'ldi. Sirtda birini urmoqda, birlari vaqirashmoqda edi. U raqibning bo'g'ilib so'zlagan muning ovozini angladi. "Ishplos gacha, mening singlimga bosqinchilik qilib ekan, urib chala o'liq qilib, so'lab tashladik." Güzelay o'z quliqiga ishonmadi. Bundaq vahshiylik uning badanida yuz bersin-u, u hech narsani sezmasin. Yolg'on, töhmet. U qattiq vaqirdi-da, sapaga yiqildi. Güzelayni qurolli odamlari kechilab uyga keldi va oldiga pul qo'ydi. Uy egasiga yaxshi qarashni toplabmi qo'ydi. Ular ketgandan keyin Güzelay o'g'lini bag'riga besib shunchalik ichinishlik yig'ladiki, pul uchun mangan putini chanavatgedek, hol aytgan tilini kesvatgedek bo'ldi. U tong otarga yaqin uxlab qoldi. Atsi kashkishi yana yig'ladi. Shu minutlarda u A'laning nomini yuzlab takrorladi. A'laga bog'langan umid rishtining bugun bir qora qo'lning to'kmiti bilan uzilganligini sezdi. U o'zining bulg'anmagan pok ekanligini isbotlashga qodirmi? U nimani deb ota-onasidan ayrilib qoldi. U endi tushundi. U asli chet elga ketalaydi. Otasi uningga pasport ajratib qoldirgan edi. Lekin Güzelay A'lani tashlab ketishni xohlamagan. U hamon bir kuni o'zining suyimlik er bilan birga bo'lishni, buni ko'zi muldirlab turgan o'g'lini dadasining tarbiyasida cho'ng qilishni to'liq orzu qiladi. Bugun o'zining iffat nomusi bilan birga orzu armonlarining to'kmatga uchraganligini tushundi. Endi bu hayotning qanchalik lazzati qoldi? Kashqurun u o'zi chiroyli kiyindi, o'g'lini chiroyli kiydirib, Oydin ko'chisini bo'ylab daryo bo'yiga qarab mangdi. "Nega bormiz, opa?" Bola mo'ldirlab turgan ko'zlari bilan onasiga talmirib so'radi. "Buvang bilan momongning qishig'a bolam." Onasining ko'zining yipi uzilgan marjandek to'kurlab uncha yoshlar to'kildi. "Nemishqa yig'laysan, opa?" "Dadangga yig'layman, bolam. Xo'shlasholmadik emasmi?" Xo'shlashib mangsaq bo'lmamda emisa, hushyor o'g'ilmi ko'ziga yosh oldi. "Dadang yiroqda bolam.
Yiroq bo'lsa-mu meni beriveratdim. Yur apa, xo'shlashayli. Ana o'g'lini birdan bag'riga bosdi, birdan aldaydi, birdan bo'lsa ko'tirib mang'atdi. Bola xuddi qushxonaga so'ralgan paqlandek mengishga kajli qiladi. Yildan yilga keyniga qayrilib qaraydi. Ular yana shundoq so'rishib, tortishib, cho'ng yo'ldan chig'ir yo'lga qayrildi. Chig'ir yo'l bilan bir oz mengib tashliq, qumliq yerlarni qiynalib mengishdi. Kun o'tirishqa oz qolgan daryo beshida kunning qiypash nuri yaltirdi. Güzel ay balasını bağrıga besib, daryoga qarab unsilib yig'ildi. U avval sharqqa qaradi. Yiroqda Tangri tog'ning sartaq tizimlari oxirgi nurlar bilan kumushdek boshlarini yaltirtib, g'ilpal ko'rindi. Dadang ashu yoqda, balam, dedi ayol balasining yuzini yuziga yiqib. Dadang ala mushu turqida nima qilyotadi ekan? Berib xo'shlashib kelayli apa. Bala sharqqa qo'lini so'zdi. Yo'q balam, biz birdamda buvanglarnikiga boramiz. Güzel ay daryoga balasini ko'targancha mangdi. Daryo dahshatlik shaqiraydi. Muzdek lay suv qirg'oqqa urilib, dahshatlik davulg'ab, bu ona balani patroq yo'qitib o'tish uchun quchoq ochdi. Mana suv balaning putlariga tegdi. Bala andikib chayqirib, onasiga ching yamashdi. Jenim apa, buvamlarnikiga bormayli. Bala qattiq bir silkinib edi. Ona xiltang tashda tamponliqini yo'qitib suvga yiqildi. Bala qirg'oqqa qarab qochdi. Ana uni suvga so'zdi. Ular qiyachiya qilishib hayot mamad uchun tirkishayotgan shu minutda qirg'oqda qichir mingan bir odam paydo bo'ldi. Qo'ying qizim, shaytonning kayniga kirmang, dedi qichir mingan odam qichirni sakrab tushib. Güzelay daryoga yugurdi. Suv ko'krikiga keldigan yerga kelib, mag'dursiznib yana yiqildi. Ondan keyin nima bo'lganini sezmadi. Ko'zingizni iching qizim. Ha, mana yaxshi bo'lib qoldingiz. Hech nima bo'lmadingiz. Qo'rqib ketdingiz. Men sizni tunidim. Muni balamdan uqdim. Hammani uqtirdi. A'loning o'g'li ekan. Men kim bilamsiz? Güzelay javob bermadi. Men Savatov, dedi er kishi. Sizga a'lo men to'g'riliq nurg'un gaplarni qilib bergan bo'lg'aydi. Güzelay beshini langishdi. U endi o'tirib chuvilgan chochlarini tuzashtirmoqda edi. Yerga qorong'i tushdi. Daryoning shovqini texim kuchaydi. Bola titirmoqda. Güzel aymo endi to'liq qo'shiq kelib, qilgan ishidan uyalmoqda edi. Yuring qizim. Qichirga mindirib opirib qo'yay. Qo'rinmang. Men sizning o'z otingiz. Hey nadan qiz. Kichkina kechikkan bo'lsam tugaytinglarkan. Bu to'limi ahmoqlik. Tunugilla bir do'stim ashu toshda o'langan do'qmushdan daryoga sakrab o'lib oldi. Naq zarbga bardashlik berolmadi. Qilgan gunohining tayini yo'q. Zodla uchuqdalmagan oq ko'ngil bir rahbar edi. Tökmetning qurboni bo'ldi. Endi bizning kimdan intiqom olmoqimizmi? Bir gap. Men shu do'stimning xotirasi uchun daryo bo'yiga tosh döveladim. Qarsam sizlar o'msa harakat qilib yuraysizlar. Qini qichirg'i mening. Savatov Güzelayni qichirg'i avaylab mindirdi. Kichik Alini chapiniga yo'gab, onasining oldiga elib berib edi, bola uxlab qoldi. Savatov qichirni yetlab ketib etib so'rdi. Ayting qizim, qandaq bir dishvarchilikqa yo'liqdingiz? So'rmang. Ayol past ovozda yig'i aralash pichirladi. Men hominam o'lib olman. Biri bo'za qildimi, oyoq osti qildimi? Güzelay buqildab yig'ildi. Tushundim, dedi Savatov xapiliqdan garang-gurunglashgan ovozda. Sizdek chiroyli tul ayolga yomonlik o'ylaydiganlar ko'p bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Biz intiqom olamiz. Uni jazolab, o'chingizni elib beramiz. Navoda o'lib ketgan bo'lsangiz, siz Allanimi o'ldirgan bo'lardingiz. Uning yuragiga saqaymas jarohat tushiribdingiz. U bizning umidimiz, g'ururimiz. Biz uni zarbidan asrashimiz lozim. U yiroq sahrada yurgani bilan uning yig'isini yig'lab, qayg'usini qilib yurganlar noit ko'p. Qizim, sizga garchi uning bilan bir necha oy uy tutgan bo'lsangizmi, uni texi menchilik tushunmaysiz. U o'z hayotini ma'nisiz ishqa emas, millatimizning shon shuhratini ko'tarishga bag'ishlagan odam. Undaq odamlardan bizda nechisi bor? Noit oz, to'limi oz. Biz hech qancha ish qila olmadik. Umidimiz a'lo o'xshash jigarlik yoshlarda. Umuman, men bilgan yoshlar ichida mayli bilim, axloq fazilatda, g'ayrat, shijoat, yiroqni ko'rarlikda bo'lsin, hech kim uningdan eshib tusholmaydi. Siz hech bo'lmasa shuni oyishingiz lozim edi.
uning yuragini para qilishning qanchalik cho'ng ziyon ekanligini o'ylashingiz lozim edi. Güzelayning beshi tushdi. U shu topda hammaga pushaymon qilmoqda. A'lodan ajrashqiniga, raqibni izlab chiqqaniga, bolasini ilib daryo bo'yiga o'lmoqchi bo'lib kelganligiga qattiq pushaymon qilmoqda edi. Shahar yaqinlashdi. Saudov daraxtlar orasidan qizirib ko'tarilayotgan chiroyli to'lin oyga qaradi. Ana, siz kulib ko'tarilyapsiz, dedi u chaqchaq qilib. Sizning o'rningiz suzuk osmon, loy suvning ichida sizga nima bor? Qizim, safaringiz muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa, qisqasi siz uchunmi kim bilan hisob kitob qilishni bilmagan bo'lardik. Siz menga bo'lgan ishni ikkilik xat bilan ma'lum qilib bering. Men jazman qisos elishning yo'lini qilaman. Men yashab bo'lganman. Mening amdiki ishim boshqalarni yashitish. Ular Güzelayning ishiki oldiga kelib to'xtadi. Odamlar texi uxlamagan. Ishik oldidagi supalarda o'ltirganlar ichidan uy egisi tul ayol o'rnidan turdi. Nega ketdingiz qizim? Boya ikki odam bilan bir qiz sizni izlab ketgan ekan, sizga xat qoldirib ketdi, dedi. Güzelay bilan Saudov uyga kirib muni xatni o'qidi. Osman Qurmash, A'lanur, uchimiz kelsak yo'q ekansiz. Sizning uy davoyingiz ommaning kuchi bilan hal bo'ldi. Ata bizga yo'liqing. 1967 yili 17 iyul. Mana bular A'laning himoyachilari, dedi Saudov xo'shlashib etib. Güzelay, texi buningdan keyin to'lisiz qizim. Güzelayga qilingan haqoratni birinchi bo'lib raqib ko'tarib chiqdi. U gachini so'ltib etib, hamma joyda o'z g'azabini bayon qilib, bu ishni so'zlab yurdi. Bu ishdan A'laning do'stlari ichida birinchi bo'lib Qurmash xabar topdi. U Hoshirni izlab edi, Hoshir tepilmadi. U yozliq yig'im xizmati bilan odam boshlab tuvanga tushib ketgan. Toshpo'latning oilasi bilan ota-onasinikiga yiroq yeziga ketgan edi. Qurmash velosipedini g'ijirlatib shaharga kirib Osmonni topdi. U Osmonga o'ylig'ini aytdi. Bu jazman ashu raqibning to'kmiti. U Güzelayning nomini bulg'ab o'ziga bo'ysundirmoqchi. Gachining qo'lida bundoq ish kelmaydi. Güzelay nimaga raqibning yeniga chiqib edikin? Qurmash Güzelayning uy davosini aytib berdi. Bu davoni u raqibdan anglagan edi. Ular Osmanning uyiga to'plandi. A'laning jon kuyar 10ga yaqin do'sti maslahatlashib bu ishni oxirigacha aniqlashga bel bog'ladi. Güzelayni himoya qilishni unutib qolmayli, dedi Qurmash. Uningga hech bo'lmasa, avval o'z qo'rusidan bir eg'iz uy hal qilib berayli. Xizmat yo'q, bir bola bilan qiyin kunda holidan xabar olayli. Ular Güzelayning dadasining idorasiga berib, sobiq idora boshlig'ini topdi. Boshliq qo'rining o'zgartirilmagan 4 eg'iz taxtayliq uyi bilan beg'borligini, bu uylarni idoradagi ma'lum odamning o'z beshimchilik bilan sotganligini aytib isbot yezib berdi. Ular yozma materialni elib bir necha o'ringa bordi. Hech ish hal bo'lmadi. Oxiri heliqi sotquchini izlab topdi va uning bilan qattiq munozirlashdi. Uni harbiy rayonga haydab keldi. Harbiy rayondagi bir cho'ng kishi uy sotquchini qattiq so'kdi va 3 kun ichida uyni egasining qo'liga berishni buyurdi. 10 necha do'st uy sotquchidan tilxatni elib oldi. İttifaqlashsa masala hal bo'ldi ekan, dedi Osman xo'shal bo'lib. Mening talabim, biz o'zimiz bir jangovar duy qurayli. 2 pay bilan korimiz bo'lmasin. Do'stlarimizning masalalarini hal qilayli. Güzelay ansi, A'la ansi, Hoshir ansi, Saudov ansi, Roziya, Manab, Nasrlarning ishi bizga yetib oshadi. Biz ularni pakit orqali oqlashning yo'lini qilayli. Masalan, Saudov guruhi degan anza bilan A'la qarlandi. A'laning do'sti deb Hoshir ayblandi. Kim biladi, yana kimlar qarlandi, kimlar jazolandi texi. Biz o'z-o'zimizni ozod qilayli. Uning fikriga bir necha do'st qo'shildi. Bular birinchi bo'lib Güzelay to'g'risidagi to'kmatni aniqlamoqchi bo'lishdi. Güzelay adisi Saudov bilan birga Osmonlarnikiga keldi. Güzelay voqeaning butun jarayonni Zulxumar bilan A'lanurga tafsili qilib so'zlab berdi. Ular shu kuni Harva opirib, Güzelayni yangidan bo'shtilgan 2 eg'iz uyga ko'chirib keldi. Bu ularning tunji g'albisi edi. Ular g'albisini tabriklab, Güzelayning ko'nglini ko'tarish uchun bu uyda oddiy o'tirishmi qilishdi. Haraqning kuchi bilan Güzelayni ho'yladagi uylarga boshlab kirib, bulang-talang qilingan uy jabduqlarining to'ni yolg'onlarini qo'ymay yig'di.
Hovlidagi qo'shnilardan nurg'unlari ishkab, karvat qatorliq mo'liklarni o'zligidan ochqib berdi. Güzellay Əlanın bu dostlarının o'ziga qanot yapqanini ko'rib xushal bo'ldi, jonlandi. U yuragini mo'jib aram bermayotgan ruhiy azobni vaqtincha unutishga qancha tirishib baqsimi, lekin bo'lmadi. U hamon so'lg'in, xiyolchan tushgan edi. Qizim, dedi savutib qizning holini ko'rib, men sizga mashina raq ilib beray. Siz Rishilya ishlang. Men hamonam bozorda ovqat qilayotgan odamman. Sizga pul qilib berman. Men sizga jahon tuzalguncha qarayman. Sizdan o'tinay, do'stlaringiz uchun, a'lo uchun yomon xiyollarni ner qiling. Xo'rlangan yolg'izsizmi? Hammamiz xo'rlanyapmiz. Güzellaga hamroh bo'lib, A'lanur u uyda qo'nib qoldi. Do'stlar ko'chaga chiqqandan keyin Osmon, qanday qilamiz, dedi g'azab bilan. Mush bilan hal qilamizmi yoki qog'oz qalam bilanmi? Mush bilan miltiqni yengil bo'lmaydi, dedi Qurmash. Qog'oz qalam, cho'ng xatli gazet, tashviq varaqasi bilan raqibni sestish kerak. Uni qurolsizlantirgandan keyin har nima qilsaqmi bu qila olamiz. Güzellayning ismini yozamizmi? A'la angsa qanday bo'ladi? Yo'q, ismini yozmaymiz. Bir mazlumning ko'z yeshi deb cho'ng xatli gazet, tashviq varaqasi yozaylik. Cho'ng xatli gazetni kechasi chaplaylik, dedi savutib yo'l ko'rsatib. Cho'ng xatli gazetning yeniga buzuq unsur raqibni qonuniy jazoga tortaylik, it beshini yanchaylik degandek cho'ng shuarlarni chaplab, shuarlarning oxiriga har xil jangovar tuylarni, ismlarini yozaylik. Ular maslahatlashish uchun yana Osmonning uyiga minishdi. Savutib bir mazlumning ko'z yeshi nomli maqolning tekstini yozdigan bo'lib kelishgandan keyin ular shu oqshomla ishga kirishib ketdi. Raqib üstü ochiq jip mashinaga o'ltirib, Noidin shaharga ikki qurolliq muhofizatchi bilan tayyorlik komiteti doimiy hay'atlarining yeniga keldi. Raqib mashrang shim tujurga shapka kiygan, Abdullah qo'rsoq salgan, ikki qo'zi sangilab, ko'zlari bitgan, pavas qapoqlari ustidagi yeylang'u shalon qoshlari tor peshonasi bilan yuzini ayirib turmag'inida umumiy yuz qurilishi eqib pishgan orpa nediga o'xshab qolgan edi. U yig'in boshlanganda kirdi. U harbiy rayon vakilining yenidan o'rin oldi va yig'in qatnashuvchilarga mag'rur qiyofatda qarab chiqdi. Bugun nemishqidir uningga qarab bosh irg'itadiganlar azaygan. U hayron qoldi va gumonxo'rlik bilan o'ng yendagi ishchi kiyimi kiygan yosh bolaga pichirladi. Bu yerda nima gaplar bo'ldi? Yigit gap qilmayla uningga bir tashviqot varaqini tuqizib qo'ydi. Raqib mavzusini o'qidi. Bir mazlumning ko'z yeshi, uning ostida inqilob chopini kiyib olgan buzuq unsuri degan kichik mavzu turadi. Raqib oldirab o'qidi. O'qigan sari uning chiroyi tatirib, qovuz go'shlari lipildab ketdi. Maqolning tili o'tkir, paketlari kuchlik, talaffuzi qattiq edi. 3 kun burunqi vaqa ixcham, ta'sirlik bayon qilinib, oxir beguna qochining tilga kirganligi, beguna ayolning bolasi bilan daryoga tashlanganligi, zaharlik til bilan xulosalanib, ondan keyin jamiyatda bu xil zo'ravonlikni ma'lum shaxsning utuqi qilib ko'rsatadigan nayranga yo'l qo'ymaydiganligi o'tkir til bilan ko'rsatilgan. Raqib qalam egasiga qaradi. Advokat deb imzo qo'yilgan edi. Raqib o'qib bo'lib beshni ko'tardi. Hamma ko'z uningga tikilgan ekan. U mangdab titrab turgan qo'llari bilan varaqini mechib tutdi. Bu tuhmat, qip-qizil ziyonkashlik. Ayolning sizdan yordam talab qilib chiqqanichu, bu rost. Ayolni atay ketkizmaganingiz uchun men yaxshi niyat bilan saqlatqizgan. Bu yerda niyat to'g'risi emas, paket to'g'risi so'zlayotdi. Harbiy boshliqning ochiq kelgan, qopiga tushgan edi. U so'zini davom qildi. Bilamsiz, biz bu xil jinoiy ishga hargiz sal qaray olmaymiz. Biz bu ishni jiddiy bir taraf qilmasak, ommaning g'azabini bosa olmaymiz. Siz chiqib turing, dedi bir yosh qiz o'rnidan turib. Bu bizning inqilobiy ommaviy tashkilotimizning rahbarlarining yuziga suv olgan qora. Biz buningga taqat qilib tura olmaymiz. Gacha o'z jinoyatiga iqror. Raqib oralla shuni deyildi. Belli, dedi harbiy vakil masxir qilib. Sizning gachini tilga kirgizilgan so'roqxonangizmi bormi dehi? Sizga odam qamash huquqini kim berdi? Nemishqa so'roqxonangizni taqatmaysiz? Endi raqibning puturmi titirmoqda edi. U cho'ng xatli gazet chaplangan yerga keldi. U ismi ta'tir yozilgan cho'ng xatni ko'rib besh qaydi. Uzuncha qog'ozga
qo'y terisiga kirib olgan yirtqich bo'ri raqibni qat'iy qonuniy jazoga tortayli deb yozilgan edi. Raqib keyniga yondida mashinasiga o'tirib, ikki muhofizatchi bilan noyaga yurib ketdi. U 2 kundan keyin jin shaytonlarni kurash qilish cho'ng yig'iniga riyosatchilik qildi. Sinipi dushmanlar qatorida qo'li bog'liqlik Gachomo bor edi.